Bo'ldi, beradi telefonni. Beradi telefonni, to'luqa. Hamma yashab turibdi, hammasi beradi. Keladimi yo'lga? Ey, tujurga keladimi? Bugun ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimlari hamda bir guruh fuqarolar o'rtasida sodir bo'lgan ziddiyatli vaziyat aks etgan videolavha tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan ushbu holat o'rganilib, quyidagilar bayon etiladi. Joriy yilning 21-may kuni soat 18:40 larda Muzrabot tumani Nurli Hayot mahallasi hududida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimlaridan biri Saftor Rasulov harakatlanish jarayonida o'zida shubha uyg'otgan Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisiga to'xtash to'g'risidagi ishora ko'rsatadi. Haydovchi esa xodimning qonuniy talabini bajarmay harakatni davom etgan. Bir necha marotaba to'xtash to'g'risidagi ishoraga amal qilmay qochishga uringan haydovchi shu yaqin atrofdagi hovlilarning biriga kirib qoladi. Men bodi kameramni olib taytyapman. Birov uyga kirib kelmang bunday. Tushundingizmi? Akam uyga kelyapti. Akangiz uyisi aytadi domlalar. Domlalarni 5 qo'lday bilaman. Men muammo qildiraman ukajon. Keling. O'tirib oling bo'ldi. Keling aka. Men sizga aytyapman. O'tirib oling. Ukajon, bu yoqqa o'tir. Ha, o'tiring-da, mashinaga o'tiring. Sen u boya hovlisiga kirishmana qarang, nima bor senga demaysizlar-da sizlar. Besprava odam o'ldiryapti, boshqa tanimaysanmi? Bo'ysunmaydi. Domlalar sizga nima dedim shu kun yig'ilish o'tkazib maktabda, to'g'rimi? Mana shunday bolalarda bular ham. Ko'rib turganingizdek, xodimlar tomonidan bir necha marotaba so'ralganda ham tegishli hujjatlar va transport vositasining kalitini taqdim etmagan haydovchi avtomashinadan tushib, noma'lum tomonga qochib ketishga uringan. Xodimlarga tutqich berishni istamagan ushbu fuqaroni mastlik, psixotrop modda ta'sirida ekanligi yoki transport vositasiga aloqadorligini tekshirish, qonuniy chora ko'rish maqsadida Ichki ishlar bo'limiga olib borishga uringan yo'l patrul xizmati xodimlarining faoliyatiga shu atrofda bo'lgan yana bir necha fuqarolar aralashib, vaziyatni chigallashtiradi. Shundan so'ng Safdor Qayumov o'ziga biriktirilgan elektroshokerdan foydalanib, haydovchini tinchlantirishga uringan. Navbatchilik qismiga xabar berilib, qo'shimcha yordam chaqiriladi. Transport vositasi va fuqarolar tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Avtotransport vositalarini bezhujjat haydaganimdan va xodimlarga qarshilik bildirganimdan avvalambor pushaymonman. Sen bunaqa holatni tavsiya bermasdim. Bezhujjat ichimga avtomashinani haydashdan tavsiya bermasdim. Qilmishimdan avvalambor pushaymonman. Bunchalik bo'lib ketishini xohlamagandim men. Xodimlarni menga nisbatan qilgan ishlardan e'tirozim yo'q. Qilgan ishimdan pushaymonman. Ayolim bilan uyda o'tirgan edik. Mashina keldi. Keyin tashqariga chiqib qaradi. Begona mashina. Keyin gay xodimlari keldi. Qarab turib, kalit so'rab, kalit bermadi. Xodimlariga harakatiga e'tirozingiz bormi? E'tirozim yo'q. Men ular qanday qilibdi? Ular o'zining vazifasini bajaryapti. Men holatda siz boshdan oxirigacha guvoh bo'lib turgansiz-da. Men avvalgi turdim shu yerda, guvoh voqealar. Shu bo'lgan voqeada kimda aybdor deb o'ylaysiz? Endi aybdor men shofer bo'ladi, bezakman mashina ekan, biroq hovlisiga mashinada kiryapti. Gay xodimlari hujjat so'rayapti, mashina kadini so'rayapti, bermayapti. Shu kuni prokatga borib kelaman deb o'zi borib kelaman deb yaqin joyga haydagan. Xabaringiz bormi? Xabarim bor. Nimaga haydovchilik guvohnomasi yo'q? Haydovchiga avtomashina topshirasiz. Shu kun bilmasam endi. To'g'ri chiqganda endi. Shu uzr so'raymiz. Akam to'g'ridagi haydaydi, boshini shu sotib beramiz, shu mashina kerak emas. Boshqa. Xodimlarga sizda e'tirozingiz bormi yo'qmi? Yo'q. Xodimlarga e'tirozim yo'q. O'zim vazifatim yo'q. Axborot olish va tarqatish to'g'risida ma'lumotga egamisiz? Yo'q. Ma'lumotga ega bo'lmasdan bu siz olayotgan yoki tarqatayotgan axborot boshqa bir salbiy maqsadlarda xizmat qilib qolishi yoki noto'g'ri talqin etilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'rganmidingiz? Yo'q, uni o'ylamadim. Kim ko'rib turgan bo'lsa, bu xatoni boshqa hech kim qilmasin. Bu ishni takrorlamasin. Yaxshi ish emas.
Ushbu huquqbuzarlikni sodir etgan haydovchi 2000-yilda tug'ilgan, haydovchilik huquqiga ega bo'lmay avtoulovni boshqargani, transport vositasi esa faqat otasiga ishonchnoma orqali boshqarish huquqi mavjudligi aniqlanib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Mazkur holat xodimning bildirgisiga ko'ra Muzrabot tumani prokuraturasi ish yurituviga qabul qilinib, hozirda tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, xodimlarning harakatiga huquqiy baho berilishini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Shu o'rinda ushbu holatni tasvirga olib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda olingan video tasvirlarni ularni obro'sizlantirishga olib keladigan tarzda buzib tarqatgan shaxsga nisbatan ham qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanadi. Qonun va qoidalarga amal qiling. Kichik bir huquqbuzarlik uchun javobgarlikdan qochib qutulaman deb katta muammolarni yaratmang. O'zingizga jabr qilmang.